Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Biz Isroil davlati Tel Aviv shahridamiz. Bugungi sana 12-iyul 2026-yil, haftaning yakshanba kuni, ya'ni barcha xristianlarning muqaddas kuni desak ham bo'ladi. Hozir Pravoslavniy cherkov yonidamiz. Ko'rishingiz mumkin bu tarafda. Mana shunaqa cherkovga kelganmiz. Hozir sizlarga obzorni ko'rsatib o'taman. Kirganingizda shunaqa hovli, atmosfera, serk. Hovlisi o'ta chiroyli. Bu tarafda bog'lar, hamma yoqda gullar, daraxtlar, hamma yoq приятный. Bu yerda ibodatga kelishgan odamlar, bu yerda cherkov. Hozir ichkari kirib ko'ramiz. Ichkari kirganimizda mana shunaqa atmosfera bizni kutib oldi. Mana shunaqa rasmlar, tarix haqidagi bu cherkov ichki tomongi go'zalliklari mana shunaqa ko'rishingiz mumkin. Xristian dinida ko'p tushuncham yo'q, o'shaning uchun bilgancha aytaman. Bu shamlar pожертвование deydi, ya'ni ehson bo'lsa kerak. Shunaqa. Bu tarafda ko'rishingiz mumkin shunaqa tarixiy rasmlar va mana shunaqa ibodat. Bog'larda mana shunaqa tovuslar aylanib yurishadi, o'ta go'zal, chiroyli. Hamma yoq ozoda, toza. Cherkov hovlilari ham o'ta chiroyli. Bu tarafda mana ko'rishingiz mumkin, yana tovuslar mana shuncha bog'da aylanib yurishadi. Cherkovning ish vaqtini ko'rishingiz mumkin.